Buloqchilar, trichoptera turkumiga asosan o'rtacha kattalikdagi, ba'zan yirik, ya'ni 5 mm dan 70 mm gacha bo'lgan, ko'pincha soniq rangli, uzun mo'ylovli, hayoti suvda rivojlanish bilan boradigan hasharotlar kiradi. Yetuk individlari tashqi ko'rinishidan yirik kuya kapalaklarni eslatadi, ammo ikki juft tomirlangan pardasimon qanotlari yaxshi taraqqiy etgan, ular osonlik bilan ajraladigan qalin tukchalar yoki tuksimon tangachalar bilan qoplangan. Shuning uchun ularni ba'zan tukkanotlilar deb ham aytiladi. Qonganida qanotlari qornini ikki yon tomondan yopib turadi. Mo'ylovlari qilsimon, ogiz organlari xilma-xil tuzilgan, ayrim turlarda soruvchi xartumcha shaklida bo'lib, shudring yoki nektar sorishga moslashgan. Buloqchilar toliq o'zgarish bilan rivojlanadi. Voyaga yetganlari quruqlikda yashaydi va yaxshi uchadi. Ko'pchilik turlari voyaga yetgan davrida oziqlanmaydi, ular tuxum qo'ygach oladi. Urug'langan urg'ochi buloqchilar tuxumlarini suvga top-top qilib yoki shilimshiq ipchalar shaklida qo'yadi. Qurtlarning yaxshi taraqqiy etgan 3 juft ko'krak oyoqlari va tashqi jabralari bor. Qurtlari odatda ipak bezlariga ega bo'lib, ulardan suv tubida ip tola chiqarib, chop va qum zarrachalaridan turli xil shakldagi uyachalar, gilofchalar yasaydi va ana shu naysimon uychalarning ichida yashaydi. Uychalarning shakllariga qarab buloqchilarning turlarini va avlodlarini aniqlash mumkin. Qurtlaridan erkin gumbaklar rivojlanib, shu katakchalarda yashaydi va ular harakatlanish qobiliyatiga ega. Buloqchilarning qurtlari suv muhitiga talabchan, toza, kislorodga boy, ma'lum haroratdagi suvlarda yashab, mayda suv hayvonlari va suv otlari bilan oziqlanadi. Ko'pchilik turlarning qurtlari tog' mintaqalaridagi daryo va ko'llarda uchraydi. Buloqchilar turkumiga 6000 ga yaqin tur kiradi. Mdhda 600 ga yaqin turi, shu jumladan O'zbekistonda 50 ga yaqin turi aniqlangan. Shulardan Agapetus bidensis A. Chotanditus, Tinodes turanita, Echomus tenellus, Pschomia ustata, Hydropsyche gratilis va boshqa turlari keng tarqalgan. Buloqchilar kunliklar va bahorlar singari baliqlarning asosiy oziga hisoblanadi. Ayrim buloqchilar qurtlari sholi maysalarini yeb ziyon ham keltirish mumkin.